Garri Potter asarini o'qigan, kinosini ko'rgan odam biladiki, undagi asosiy qahramonlardan biri Ron hech qachon o'zidan qoniqmagan sifatida gavdalanadi. Buning sababi nimada? Bittagina o'zi tomonidan gapirilgan gap, u nima uchun o'zidan qoniqmasligi, mukammal bo'lishga intilishi ochib berilgan. 5 ta akam bor, men 6-chiman. Endi men ham ular kabi zo'r bo'lish uchun qo'limdan kelgan barcha ishni qilishim kerak. Bill maktabning eng yaxshi o'quvchisi edi. Charlie Quidditch o'ynar va sardorlik bog'ichi unda edi. Persi esa sinf sardori. Fred va George shumliklar qilsa ham ularning baholari yaxshi. Barcha ularni yaxshi ko'radi. Endi esa hamma mendan ulardek eng yaxshilardan bo'lishimni kutishadi. Agar shunday bo'lgan taqdirda ham hech narsa o'zgarmaydi. Axir men eng kichigiman. Demak, men ulardan ham yaxshiroq bo'lishim kerak. Bu qo'limdan kelmaydi deb o'ylayman. Oxirgi jumlaga e'tibor bersangiz, Ronda o'ziga nisbatan ishonchsizlik yuqori. Chunki unga onasi akalarini o'rnak qilib ko'rsataverganidan u o'zidan qoniqmay qo'yadi. U akalaridek, balki ulardan yaxshiroq bo'lish uchun harakat qilishni hayotdagi maqsad deb o'ylaydi. O'zi bo'lib qolishni unutadi. Kamiga yonidagi Germiona barcha fanlarda undan yaxshiroq o'qiydi. Garri esa kundan kunga mashhurroq bo'lib boradi. Ronga bu ham bosim beradi. Shu tariqa u o'zligini unutadi. Juda ko'p insonlarda o'zidan qoniqmaslikni kuzatishimiz mumkin. Yaqinlari ularga boshqalarni o'rnak qiladi, ulardek bo'lish talabini qo'yadi, taqqoslayveradi. Ota-onalar farzandlariga o'zlari bo'lishiga qo'yib berishi kerak. Kimdandir o'tib ketish talabi, kimnidir o'rnak qilishi bolaga yomon ta'sir qiladi. U hayotda musobaqalashishga harakat qilib, umrini bekorga sarflaydi. O'zidan qoniqmay qo'yadi. Rowling Ron Weasley misolida shunday insonlarga murojaat qilgandek go'yo.